Assalomu alaykum dunyo bo'ylab telekanali tomoshabinlari. Bugun siz bilan yashil makonda yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Sizning xonaki gullaringiz yaxshi rivojlanmayaptimi yoki nobud bo'lib boryaptimi? Gullaringiz barglari sarg'ayib ketyaptimi? Unda siz bir xatoga yo'l qo'yapsiz. Va bu xato nimaligini dastur davomida ko'rib chiqamiz. Agarda shu paytgacha allokaziyani yetishtirmagan bo'lsangiz, unda bu navni yoniga aslo yaqinlashmang. Mana o'zimizda buxan kanon bor-ku, o'sha buxan kanonni yutib qo'yasiz, 2 shuncha kuyilgandan keyin o'shani shunga qo'yasiz. U ham juda ham yaxshi. Muxlislarimizdan mana shunday o'char suvi. Mikrofon rasvo bo'ldi. Hozirgi kunda ko'pchilikning xonadonida yoki ofisida mavjud bo'lgan tropik mintaqalarning qirolichasi hisoblanadigan allokaziya o'simligi to'g'risida gaplashamiz. Bugungi dasturimizda sizga 4 xil allokaziya navi to'g'risida batafsil gapirib o'taman. Allokaziya Jacqueline navi juda ham ajoyib navlar qatoriga kiradi. Shuningdek, noyob navlar qatoriga ham kiradi. Sababi allokaziya Jacqueline navi bizning mintaqalarimizda uncha ko'p tarqalmagan. Uning barglari to'q yashil tusda, barxitli deymiz, ya'ni yuqa tukchalar bilan qoplangan bo'ladi va oralarida albatta mana shu barg bo'g'inlarining oq rangi bilan ajralib turadi. Juda ham chiroyli navlar qatoriga kiradi, lekin Jacqueline navini yangi gulchaydolari uchun tavsiya qilmayman. Sababi bu navimiz noyob bo'lganligi sababli ayrim qiyinchiliklari mavjud. Bunda asosiy e'tiborni biz o'simligimizning substrati, ya'ni turpog'i va ildiz tizimi rivojlanadigan joyiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Bu joyimizni asosiy qismlaridan bittasi barcha allokaziya o'simliklari g'ovak turpoq, ya'ni g'ovak substratni yaxshi ko'rishadi. G'ovaklikni ta'minlab berish uchun albatta mineral qo'shimchalarni ko'p qo'shishimiz kerak. Ya'ni vermikulit, perlit va ko'mir singari turli xil mineral qo'shimchalarni qo'shsak, shunda o'simliklarimiz chiroyli va yirik barglari bilan bizni xursand qilib boradi. Darvoqe, sizda shu gul parvarishi to'g'risida ma'lumotimga nisbatan shubha tug'ilishi mumkin. Men Rudolf Miller 5 yildan beri manzarali gullarni o'stirish, jumladan xonaki gullarni parvarish qilish va ularni o'stirish sohasida ishlab kelmoqdaman va shu sohada tajribaga egaman. Endi allokaziyalarga qaytadigan bo'lsak, sizga allokaziya culculata, ya'ni allokaziya обыкновенная deyishadi, shu navini tanishtirmoqchiman. Agarda siz allokaziya parvarish qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu navdan boshlashingiz ma'qul. Bu klassik turdagi allokaziya hisoblanadi. Parvarishga uncha talabchan emas, yorqin yashil ranglarda bo'ladi va barglari juda ham ko'p, barglari juda ham yirik bo'lib ketadi, vaqt singari. Tez o'sadi, barglarni tez chiqaradi, faqatgina parvarishning asosiy qoidalarini unutmaslik kerak. Sababi o'z vaqtida sug'orishni ham me'yorida qilish kerak, sababi ko'p suv qo'yib yuborsak o'simligimiz chirib ketishi mumkin, kam suv qo'ysak barglarimiz so'lib, o'simligimiz qurib qolishi mumkin. Va albatta shu qoidalarga rioya qilsangiz va ma'lum miqdorda oziqa elementlarini berib tursangiz, allokaziya culculata o'simligimiz juda ham chiroyli rivojlanib o'sib boradi. Bu o'simligimiz boshqa turlardan uncha ajralmaydi, oddiyroq o'simliklar qatoriga kiradi. Barglari yuqorida aytganimdek yashil rangda va yuraksimo shaklda bo'ladi. Barglarning bandlari ham xuddi shunday tarzda yashil rangda bo'ladi. Allokaziyalar to'g'risida hali ma'lumot davom etadi. Hozir esa bog' gullarini sevuvchilar uchun maxsus lavha tayyorlaganmiz va shu lavhani tomosha qilishga sizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum teletomoshabin do'stlar, hurmatli gulsevarlar. Bugungi lavham mani gartenziya guli haqida bo'ladi. Mayda bayli spirgisimon gartenziyamizni har yili shoxlarini kaltalatsak, gullari yangi shoxdan ochiladi. O'sha kaltalatgan hisobiga u keng bo'lib, gullari yiri-yiri bo'lib ochiladi. Hozir men sizga shu narsani ko'rsataman.
mana shu gortenziyam mani bu bir 5 yilmi 6 yil bo'lgan gortenziya. Ko'rdingiz, katta bo'lib ketgan. Endi shuni qisqartirib kesishimiz kerak. Gortenziyani har doim mana sanaladi-da. Mana 1, 2, 3 ta pochkadan yuqoriroq qilsangiz, o'shanda mana har bittasidan ikkitadan novda chiqqanda 6 ta bo'lib ketyapti-da. Shuncha qisqartirish kerak. Bo'lmasa qisqartirmasa ham bo'ladi. Unda bo'lmasa gullari maydalashib ketadi. Agar qisqartirsak, unda gullari yirik bo'ladi. Ish qilishdan oldin qaychim toza. Shunda ham bo'lsa artib olish kerak. Ya'ni har bitta kesganingizda artish shart emas-ku, lekin mana shu qaychini mana bu salfetka bilan artib dezinfeksiya qilib olish kerak. Mana boshladik. Mana 1, 2, 3 mana shu yerdan kesaman. Ko'rdingiz? Mana 1, 2, 3 mana shu yerdan kesaman. 1, 2, 3 shu 3 ta qoldirib kesib ketaveraman. O'tgan yillari mana bu yerda ko'rdingizmi? 2 ta qoldirib, bitta qoldirib kesganman. Keyingi yili 2 ta qoldirib 3-chisiga kesganman. Undan keyin ham mana 2 ta qoldirdim. Mana bu yil 3 ta qoldiryapman. Mana 1, 2, 3 shu yerdan kesaman. 2, 3 shu kunlarda kesishinglar shart. Shu kunlarda kesinglar, chunki mana ko'rdingizmi, kurtaklari bo'rtib qolibdi. Agar bu kurtaklarni yozib olgandan keyin kessanglar, u bo'lmaydi. Unda o'lib qolishi mumkin, qurib qolishi mumkin. O'shaning uchun kurtakni yozmasdan oldin kesish kerak bu gortenziyani. Mana shu kesish usuli. Menga shu kunlarda ko'pchilik telefon qilib, yozib so'rashyapti-da, gortenziyaga qanaqa dori beraylik deb. Bularni birinchi dorisi asmakot bo'ladi. Mana asmakotni bularni berish kerak. Birinchi bo'lib asmakot. Keyingi dorini bir 15 kunlardan keyin beriladi. Bitta ayol menga telefon qildilar. Bir haftaning ichida 3 xil dori beribdilar. Men aytdimki, unaqada kuydirib yuborishingiz mumkin deb. Shunaqa qilmanglar. Shoshmasdan shu 15 kun 20 kun o'tkazib berish kerak. Keyin lekin dori berganda mana bu tegi berib qo'ymanglar-da. Unda chetidan beringlar. Chunki bu gortenziyani mashxil gortenziyani ildizi bunaqaga ketadi-da. O'shaning uchun bunday yog'dan berish kerak. Bu asmakot keyin mendigisi 9 oyligniki. Bemalol 9 oygacha yetib beradi. Keyin undan keyingilariga unaqa kuchli dori berishi hojati yo'q. Bir 15 kunlardan keyin margansovka bilan limonli kislotani qo'shib quyinglar. U margansovka bilan limonli kislota bu ham nordonlashtiradi, ham margansovka mana ildizlarini rivojlanishiga yordam beradi. Boshidan yaxshi qarasanglar, shu bilan lekin ko'zinglarni quvontiradi. Mana endi keyingisi bu keng bargli gortenziya. Keng bargli gortenziya sovuqdan qo'rqadi. Mana masalan mayda bargli gortenziya sovuqdan qo'rqmaydi. Qishda uni o'ramaysiz, shundoqcha qolaveradi. Mana keng bargli gortenziyani qishda o'rash kerak. Shuning uchun mana men bir qurib qo'ygan moslamam bor-ku, shuni olib tashlamayapman. Qishim bilan ustini yopib qo'ygan edim. Endi qarang, mana bu gortenziya narigi gortenziyalarga nisbatan mana uchlardan ochiladi. Ko'rdingizmi? Mana shu har bitta uchi mana shular gul. O'shancha harakat qilish kerak, shu uchini sindirib yubormaslikka, sovuq urmaslikka. O'sha sovuq bo'lsa darrov yopish kerak. Tagidan rosa chiqqan. Bu ham ancha katta gortenziya. Buni qirqish kerak emas. Agar naboni jay eski qolib ketgan shox bo'lsa bitta olib tashlamasangiz, buni qirqish kerak emas. Buni kuzda qirqqanman. Tun kechalari bo'lsa olib tashlash kerak. Bu gortenziya narigi spirgisimon gortenziyaga nisbatan e'tibori ko'proq talab qiladi-da. Nordon suv quyib turish kerak. Endi nordon suvini qanaqa qilasiz? Masalan, limonli kislotani aralashtirasiz 10 litrga 1 osh qoshiq. Keyin mana o'zimizda buxanka non bor-ku, o'sha buxanka nonni yutib qo'yasiz, 2-3 kun yuvgandan keyin o'shani suvini qo'yasiz. U ham juda ham yaxshi. Drojjisi bor, yaxshi o'stiradi. Keyin achchiq tosh bor. Achchiq tosh ham eritib solsangiz bo'ladi. U ham yaxshi. Endi har bitta gul o'ziga yarasha e'tibor, buniki ko'proq.
Mana hozir endi men sizlarga shu gartenziyani ekish yo'lini ko'rsataman. Keng bargiga gartenziya ekamiz bugun. Bu yerda oldin bor edi menda gartenziya. O'zi ko'rdingiz, o'shancha yeri hammasi yaxshi. Yo'q, shunda ham baribir men gul ekkanimda har doim mana shu bu turponni olib tashlab yangi turpoq solaman-da. Ekayotganda nordon torfga perlit, vermikulit aralashtiriladi-da, ekiladi. O'sha shuni nima qilishinglar kerak, erinmasdan ozgina qimmatroq bo'ladi. Shunda ham baribir shu ishni qilishinglar kerak, chunki agar bir marta yaxshi turpoqga eksangiz, o'sha gulingizniki to umrini oxirigacha bemalol yaxshi maza qilib o'sadi. Mana bu mana shu sortidan, shu navi. Buni pistralisniy deydi. Keng bargli pistralisniysi. O'tgan yili olgandim, bitta kichkinagina edi. Mana shu tuvaga ekdim, yerga ekishga ham loyiq emas edi. O'shaning uchun tuvaga ekib qo'ydim. Mana yozim bilan mana katta bo'ldi. Narigi gartenziya umuman ko'nvarish mumkin emas. O'zim turpog'im bilan teng qilib ekish kerak. Bu endi ozgina quvvati kamaygan. Bir marta bu yerda gul ekilganida. Endi mana bu torf. Kisli torf, bu nordon torf. İchiga mana perlit, vermikulit aralashtirganman. Shuna qilib eksangiz, gul yaxshi nafas oladi, yaxshi o'sadi. Qaysi gul bo'lsa ham ekkanimdan keyin ildizlari yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar, men yana karnivinli suv quyaman. Mana hozir bu yerda taxminan 5 litr suv qoldi. 5 litr suvga hozir ozgina qo'shsam, 5 litr suvga 5 gram karnivin quyaman. Mani karnivinim bor. Mana suyo karnivin. O'lchab quyinglar. Agar masalan 5 litr suvga 10 gram qo'yib kuydirib yuboradi ildizlarni. O'shaning uchun mana men bitta o'lchagichim bor. Shunga mana 5 gram quyaman. Bu ko'payib ketdi. Tamam. Mana 5 gram. Mana 5 gram suv, 5 litr suvga, bu yerda mana 5 litr. Agar 10 litr bo'lsa, 10 gram solasiz. Shpritsda qilsanglar ham bo'ladi. 10 gramli, 5 gramli shpritslar bor-ku. O'shanda qilsanglar ham bo'ladi. Menda endi nima qilib bo'lgani uchun mana shunda qilaman. Mana endi karnivinli suv quyamiz. Bu karnivinli suv ildizlarini yaxshiroq rivojlantirishga yordam beradi. Asosiy qiyinchiligi shu gartenziyani ekayotganda uni turpog'iga ahamiyat beringlar. Nordon turpog'iga ekishingiz kerak. Nordon torfga. Mashq qismida hammasiga gartenziyalar ekilgan, xilma-xil menda. Oqi, pushtusi, ko'ki qilib har xil qilib ekkanman. Agar mana shunaqa gartenziya yoki maroznik yoki xosta ekadigan bo'lsanglar, hammasini bitta bog'inglarni bitta qismiga eksanglar, o'sha turpog'i nordon bo'lgan hisobiga hammasi yaxshi o'sishadi. Kalateya so'zining ma'nosi qadimgi Yunon kalatos so'zidan olingan bo'lib, savat degan ma'noni anglatadi. Nega aynan savat ma'nosini anglatishini siz pastdagi ko'rsatilgan havolalarda o'z javoblaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Birinchi va to'g'ri javob egasiga bizning atagan sovg'alarimiz mavjud. Bundan tashqari barcha fikrlaringizni va izohlaringizni pastdagi havolada qoldiring. Biz aynan sizni qiziqtirgan mavzuda dasturlarimizni tayyorlashga harakat qilamiz. Endilikda gul parvarish qilish jarayonlaridan asosiy qismlardan bittasi bo'lgan bu gullarimizni kichkina tuvaklardan kattaroq tuvakka o'tkazish. Bu nima uchun kerak? Sababi ko'pincha gullarimiz agarda yaxshi parvarish qilsak, ularning ildizlari tez rivojlanib, butun tuvagimizni qoplab oladi. Va shu vaqtda siz ularni olib,
boshqa kattaroq bo'lgan tuvaklarga ko'chirib o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Tuproq aralashmamiz bizda 4 xil elementdan tashkil topgan bo'lishligi kerak bo'ladi. Bu bittasi va asosiysi bo'lgan kokos substrati, vermikulit minerali va shuningdek perlit minerali. Albatta, barcha tuvaklarimiz tagiga mayda fraksiyali keramzitni solishimiz kerak bo'ladi. Mayda fraksiyali keramzit tuproq tagimizda mavjud bo'lgan maxsus teshikchalar yopilib qolmasligi va ushbu o'simliklarimiz suvga bo'kib qolmasligi uchun kerak bo'ladi. Birinchi navbatda tuvagimizga tagiga mayda keramzitdan ko'proq qilib solib olamiz. Keramzit o'rniga maydalangan po'kak yoki mayda toshchalarni ham ishlatsak bo'ladi. Ammo mayda po'kak vaqt o'tib juda ham jipslanib ketishi mumkin. Mayda toshlarni soladigan bo'lsak, tuvagimiz og'ir bo'lib qolishi mumkin. Lekin keramzitingiz bo'lmasa, albatta ushbu yo'llar bilan ham tuvakning tagiga drenaj qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi bizning asosiy substratimizni tayyorlab olamiz. Kokos substrati, vermikulit va perlitni bir xil qismlarda aralashtirib olamiz. Perlit ortiqcha bo'lgan suvni shimib oladi va o'simligimiz substratida suv qolmagan vaqtda o'simligimizga ushbu suvni ulashib turadi. Endi vermikulitni qo'shamiz. Va yana ozgina perlitdan qo'shamiz. Qancha g'ovak bo'lsa, substratimiz shunchalik darajada yaxshi. Va endi ushbu tarkibiy qismlarimizni aralashtirib olamiz yaxshilab. Endi substratni to'liq aralashtirib bo'lganimizdan so'ng o'simlikimizni oziqlanishi uchun, ya'ni ma'lum vaqt oziqlanishi uchun kerakli bo'lgan uzoq muddatga yetadigan oziqlardan bittasi, ya'ni prolongirованный oziqlar deyiladi. Tarkibida turli xil makroelement va mikroelement, shuningdek vitaminlar mavjud bo'lgan oziqalardan bittasi bu asmakot hisoblanadi. Bu oziqamiz o'simligimiz uchun har xil turdagilari mavjud. 8-9 oygacha ham yetadiganlari bor. Men har doim mana shu 8-9 oyga yetadigan asmakot oziqasidan foydalanaman va 1 litr substrat uchun 3-4, gohida 5 grammdan foydalanamiz. Bu agarda uy sharoitida tayyorlaydigan bo'lsangiz, xuddi ovqat ustiga tuz sepib qo'ygandek, ustiga sepib qo'yasiz va albatta oxirida aralashtirib olish kerak bo'ladi. Endi asosiy qismlardan bittasi bu o'simlikni tuvagidan ajratib olish va yangi tuvakka joylashtirish bo'ladi. O'simligimizni ajratayotganda har doim tuvagimizni ozgina qo'l bilan ozgina yumshatib olishimiz kerak bo'ladi. Sababi o'simligimiz tuvakka yopishib qolgan bo'ladi va ezish vaqtida orasida havo kirib ajratib olishimiz juda ham oson bo'ladi. Va mana bu o'simligimiz mana rivojlandi, ildizlarga to'ldi. Endi katta tuvakka o'tkazamiz va joylashtiramiz. Yuqorida aytganimdek, tagiga drenaj solingan tuvakka o'simligimizni qoq markaziga joylashtiramiz. Eski ko'mini buzmagan holatda o'simligimizni tuvagimizga joylashtiramiz va tayyorlagan substratimizni atrofiga solib chiqamiz. Ma'lum vaqt o'tgandan so'ng, ya'ni tuproq aralashmamiz ozgina o'tirgandan so'ng, ya'ni 1-2 soat o'tib, bemalol ushbu o'simligimizni tagiga suv quyishimiz mumkin. Tavsiya bermayman darhol dorli suv quyishga. Sababi ushbu yangi ildiz tufchalarni kuydirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ma'lum vaqtdan so'ng, ya'ni 1-2 haftadan so'ng bemalol kerakli bo'lgan oziqalarimizni o'simligimizga qo'yadigan bo'lsak, o'simligimiz juda ham chiroyli rivojlanadi va sizni o'zini yirik va chiroyli barglari bilan xursand qiladi. Mana shunday chiroyli o'simliklar to'g'risida ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz yoki qaysidir o'simlik parvarish qoidalarini bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu havola orqali o'z savollaringizni qoldiring. Darvoqe, faol muxlislarimizni mana shunday chiroyli sovg'alar kutib qolmoqda. Shuning uchun bizni kuzatishni davom eting. Keyingi ko'rsatuvlargacha xayr, salomat bo'ling.